Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy baraka uylar obunachilari. Bugun biz aynan Qorag'oyli mahallasidan juda ham lokatsiyasi qulay joyda joylashgan sentralniy joyida yer joy so'raganlar uchun uyi bilan qo'shilgan holatda juda ham katta ob'yemli joyda video obzorini e'tiborlarga havola qilamiz. Sirroshni telefon qilganlar uspet qilib qoladi. Sababi juda ham qulaylikka ega, ya'ni kim ko'p yer joylarimizni bir tomonlama yoki bo'lmasa umuman ikki kishiga bo'lib sotish imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin. O'shaning uchun bu lekin ayni muddo, ya'ni fasadni o'zi 45 ga 30. Umumiy maydoni bir 12 sotixdan ziyodroq joyda uy joyda video obzori, ya'ni ikkiga bo'lib sotiladi degan joy bor. Ya'ni bu avvalo bir qo'ygandek 8 sotix joyini sotuvga qo'ygandik, sotilgan. 8 sotixini sotib bergandik. Endi qolgan yana 12 sotix joyini общий sotuvga qo'yishyapti. O'shaning uchun mana bu yerdan kirish xodi ham qilsa bo'ladi, lekin главный tomoni u tomon, ya'ni ikki kishiga xo'p. Agar yana kimdir bo'lib olaman, misol uchun Shodiyor Baxtarovich, misol bir kishiga hozir pulini oxirida aytamiz, hisob-kitob chiqarasizlar, bir kishiga baribir pulni qimmatli qiladi. Endi to'g'ri tushunish kerak. Har doim bitta gapni aytamiz, bizlar pulni narxda chiqarmaymiz. Ko'pchilik obunachilarimiz bilishadi buni. Qorag'oyli mahallasida baribir yer joylar qimmat. Kam sotiladigan yaxshi bir lokatsiyasi, o'sha sentrga yoki maktabga yoki bir yaqinroq joyda joylashgan joylari juda ham qimmat. O'shaning uchun endi xo'p, o'rtacha narxda aytayapti, bular jamida qimmat narx aytmayapti. Hozir kecha kunduzda 6-7 ming dollargacha kerak bo'lsa, ba'zi bir joylarini 8-9 ming dollar deganini ham eshitdik. Hali reklama qilmadik borib. Lekin bu kishilar kelishtirib beramiz deyishyapti. O'shaning uchun ikkiga bo'lib, misol uchun oladigan odam bo'ladigan bo'lsa, misol uy tomonini отдельно hozir ichkarini ko'rsatamiz. Uy tomonini отдельно bir kishi sotib oladigan bo'lsa, bir kishi mana bu yerdan darvoza ochib, bemalol o'rtadan darvoza qilsa, 6 sotix cho'tka xonadon tushadi. Ichkarida mevali daraxtlar ham ekilgan, bog' qilingan, cho'tka joyda joylashgan, gaz svitda muammosi yo'q. Dokumentimiz 100% toza. Pul sanaladi, notarialni o'tkazib beriladi. Hech qanaqa masala bo'lmaydi. Kelinadigan ko'chamiz ikki tomonlama, ya'ni o'sha Oqqush Agrobankda yonbosh bilan kirib kelaverishda, xo'p, oxirgi topikka keladi, uyga kelganda shu chap betda joylashgan. Bu tomondan kelishda Kamolot domlari bilan ikkinchi ko'cha, Kamolot domlaridan o'tgandan keyin ikkinchi ko'chaga buriladi. Oxirgi etapda, ya'ni oxirgi ko'chamizning oxirida chap tomonda joylashgan. Mana bu bitta darvoza qoladi. Bu spesialni o'zi ikki kishi oladigan bo'lsa, agar mabodo bir kishiga bu tomondan, bir kishiga u tomondan bemalol darvoza qilib xohlasalar, narki tomondan darvoza qilib kirish chiqishda bemalol joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, bu tomonda olgan odam endi qanaqa, misol uchun yoki oxirida summasini aytib o'tib ketamiz, pulini qanaqa bo'lishamiz deganlar, yer joyini olganlar sal kamroq to'lanadi. Uy joyi bilan olganlar esa sal ko'proq to'lanadi. Endi bu hisob-kitobda xonadon egalari bilan gaplashasizlar. Xonadonimiz общий 3 xona, bitta koridordan iborat. Deyarli imoratimiz yangi holatda turibdi. Hech qanaqasiga bu yerda yashalmagan ham shundoq turibdi, imorat o'l ketmasin deyapti. O'shaning uchun ertaroq baribir sotib, pulini aylantirib olsak o'zimizga yaxshi deyishyapti. O'shaning uchun imoratimiz yangi holatda turibdi. Ko'rib turganingizdek, mana polnisda mevali daraxtlar ekilgan. Bu yerda 3 ta xona, koridor joylashgan. Xo'p. Endi anavimiz qayerda deydiganlar uchun mana bu yerdan bo'lingan. Ya'ni o'sha 8 sotix отдельно, bu отдельно bu tomoni sotilgan. Bu o'tgan safargi videolarimizda qo'yganimizda bu tomon sotilib ketganda, o'sha bizlarni o'sha kuzatib boradigan bir obunachimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlaydigan obunachimiz ko'rib, shu yerda chiroyli bir narxga baraka qilib aytib o'tganimizda, bu yerda endi 3 ta xona aytib, bu yerda deyarli hech kim yashamagan. Bu yerda bitta xonasi bor, bu yerda bitta xonasi bor. Hozirgi kecha kunduzda bemalol istiqomat qiladigan darajadagi xonadon. Endi kelib mana bu devorlarni ko'rsatib o'tinglar, mana atmosferasini ko'rsatsangiz, o'zi yashamaganligini ma'lum. Mana shuni remont qilingan holatida shundoqligicha turibdi. Shundoqligicha. Birov kelib turib, даже ishlatib, yo biron joyini kirgan joyi ham yo'q. Demoqchi bo'lganim, bu yerda olgan odam, narsa Murat tomonidan olgan odam bemalol yana bir 10 yil mazza qilib turib, hech qayerga remont qilmasdan, hech qayerda imorat qilmasdan bemalol yasha oladi. O'shaning uchun endi bu xonalarimiz yo'q, ko'rsatib o'tirmaymiz. Xo'p. Endi bu tomonimizni ham bitta to'liq ravishda ko'rsatib o'taylik. Joyimiz katta, ko'rib turganingizdek, fasadni o'zi 45 ga 30. Ya'ni o'zi hozir hisob-kitobi, endi xomchut hisob-kitobimiz bo'yicha 13,5 chiqyapti. Bu degani endi xo'p, o'sha taxminan 12 sotix, o'sha dokumentalni gapiradigan bo'lsak, 12 sotix desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 6-6 bemalol 2 kishi bo'lib olsa ham bo'ladi. Pulimiz 110 ming deyishyapti. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Chitqon shahri, Qorag'oyli mahallasi, Kamolot domlaridan o'tganda ikkinchi ko'cha oxirgi.
ko'chamizni oxirgisida, ya'ni chap betida joylashgan. No, bu tomondan keladigan bo'lsak, bu tomondan o'sha Agrobank yonboshi litseyi bilan o'rtalig'ida kirib kelishda, bu yerda ham o'sha oxirgi ko'chamizni taqab, o'sha chap tomonda joylashgan umumiy maydoni 12 sotixdan iborat yer joy, ya'ni uy joy, tayyor uy joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, Maqsud Ustixon barakali uylar jamoasi va albatta maksimum tezlikda yer izlab yurgan musofirda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida jovlon urib, pulga soqqani soqqiga yuradigan akalarimizga sirashni bu videoni tashlab qo'ying. Kimnidir uyini, kimnidir joyli qilib qo'ysak, biz ham maqsadimizga erishgan bo'lamiz.